Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, Palon ishqibozlari. Navbatdagi zakazimiz mana bugun 31-oktyabr 2025-yil 200 dona Samarqand viloyatiga chiqib ketyapti. Bo'ylari 4-5 metrlik bo'lgan mana ko'chatlarimizni tomirlari bilan bunday ko'rsating yurib. Uzoqroqdan oling-da, men bo'ylarini ko'rsataman. Yana ham uzoqroqdan oling, ko'rinmaydi o'sha ob'yomda. Tepadan pastga ko'p, pastdan tepaga olib chiqingchi. Ko'rinyaptimi? Mana shunaqa shablon deylar. Ko'chiryapmiz. Hozir 3-4 diametrdagi ko'chatlar ko'chiryapmiz. Orasida maydalar chiqib qolsa, bu maydalari olinmaydi. Mana bu xullas bog'damiz. Maxsus ko'chiriladigan lemuximiz bor mana. Mana bo'yi mana ishdan ko'rinsa kerak. Mana ko'chatimiz tomiri ham. Xudo xolasa zo'r. Obor qo'shib ko'ring. Maxsus bunaqa temir lemuxda ko'chiriladi. Hozir mana bu taraflarda ham ko'rsatamiz. Polni 20 mingdan ortiq ko'chatimiz bor. Bunday kirib ko'rsatavering. Mana yo'g'onliklarni qarang. Bilaydi, mana o'tirib ham ko'rsatsak, yo'g'onliklari ham xudo xolasa zo'r. Bilaydi. Bu yog'i ob'yom katta. Mana. Agar kim massiv mana bu tarafga o'tib massiv ko'proq oladiganlar bo'lsa, xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. FTA M1 Shanton 9501 ko'chatlarimiz bor. Ko'p optim oladiganlarga kelishtirilgan narxlarda yana qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'ylarni ko'ryapsizlar. Bu 2 avgustdan beri suv qo'yilmagan. 3 oy bo'ldi. Chunki tomirlari baquvvat chiqish uchun, semirtirish uchun iyulda baylari ham yulingan. Polni mana bargi yo'q bir dona ham, bargi yulingan tanasi pishish uchun. Mana qorayib tanalari pishdi. Xudo xolasa 3-4 kunda noyabrga o'tish bilan baylari polni to'kiladi. Hozir mana obodonlashtirishlar bor. Menga bo'yi bilan, xolasa turpog'i bilan qilib bering deganlarga ham turpog'i bilan qilib beramiz. Bu ham mana oxiri ko'rinmaydi. Xudo xolasa 20 ming 30 mingta ko'chatimiz bor. Mana hammasi bir xil yurib ko'rsatib beraveramiz. Ko'chatlar mana bitta baho berib qo'yasizlar. Orasi ham keng ekilgan mana. Salkam 1 metrga ekilgan. 70 ga 80-90 qilib ekilgan. Tepalari, bo'ylari bilan ko'rsating. Tepalari bilan xudo xolasa zo'r. Mana jo'natishdan oldin bularda bo'yi bilan deb ko'rsatib qo'ying. Bular to'poni o'ziga qoqib turib, aralab jo'natishga tayyor qilamiz-da. Hozir 200 donani aralab paytga tayyor qilib qo'yamiz. Tomirlar. Lavon ustidan nasıl olur? Lavon yükleyiz. Geçişe tayyor. Hozir buni mana shu bo'y qilib ekiladi. Hatta 2-3 ta yangi kurta chiqaradi. O'shani tarbiyalab, bittasini qo'yib qo'yib tarbiyalaydi o'shani. Samarqandga 200 dona ko'chatimiz tayyor. Hozir bularni bir qator aralab, turpog'ini qoqib, bugun 31-oktyabr 2025-yil sanasida 4 metr 5 metrlik ko'chatlarni aralab yuklayapmiz mana shu laboga. Ko'chatni mana ko'chirib, mana shu 4 metr 5 metrlik mana shu aralab, xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapmiz.